Hammaga assalomu alaykum. Demak, bugun navbatdagi kitobimizni yechimdan boshlaymiz. Ya'ni 73-betdan boshlab yechim qilamiz. Xo'p, demak, ikkinchi topshiriq mana. Demak, ikkinchi topshiriq misollari. Xo'p, birinchilar mana bu ikkinchi topshiriqdan boshlaydi. Ya'ni oddiy kasr va o'nli kasrlar. Xo'p, demak, bizga oddiy kasr va o'nli kasr va foizlar orasidagi munosabat deyapti. Shu bo'yicha ko'rib chiqsak, birinchi qiladigan ishimiz demak, mana buni ishlash kerak. Berilgan oddiy kasrlarni foiz ko'rinishida ifodalang. Demak, 2/10 bu degani 2/10 ni ko'paytirasiz 100 ga, shunda foizga o'tadi. Demak, bu bilan buni qisqartirsak, bizda javob 20% bo'ladi. Va buni ham nisbati 1, demak 1 ni ko'paytiramiz 100 ga, javobimiz 100% bo'ladi. Xo'p, keyingisi 1/2. 1/2 ni ko'paytiramiz 100 ga. Demak, bu 50% da chiqadi. Xo'p, bucha 4/5 ni ko'paytirsak 20 ga, 100 ga. Bu bilan bu qisqarib 80% bo'ladi. %80. Xo'p, navbatdagisi. Xo'p, yesi 12/25 ni ko'paytirsak 100 ga. 25 bilan 100 qisqarib 4 qoladi. Demak, 12 ko'paygan 4 bizda uzr teskarisi edi. Demak, 4 kare 2 8, 4 kare 4 48% bo'lar ekan. Xo'p, 9/22. Buni 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, foizga o'tsak, 9 ko'paygan 5 qoladi. 9 kare 5 bizda 45% bo'ladi. Xo'p, bunisi 33/50. Shuni ko'paytirsak 100 ga. Demak, 50 bilan 100 qisqarib ketib, 33 ko'paygan 2 qoladi. Bu 66% bo'ladi. Xo'p, keyingisi 78/200 ko'paytirsak 100 ga. Demak, 78/2 bo'lib qoladi. Bu degani xo'p, 39% bo'ladi. Xo'p, 39%. Va mana bu i'sini ko'radigan bo'lsak, 32 ni bo'lsak 40 ga ko'paytirsak mana bu 100 ga. Xo'p, mana bitta nollar qisqaradi. 4 bilan bu kelsa 8, demak bizda 80% bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi mana bu 100 bilan 125. 25 ga qisqartirib olsak, tepada 4 ta qoladi, pastda 5 ta qoladi. 4/5 ko'paytirish kerak 100 ga. Demak, bu 4 ko'paygan 20 bo'lib 80% bo'lar ekan. Xo'p, shu tarzda davom etamiz. Ikkinchi topshirig'i. Berilgan o'nli kasrlar foizda ifodalash kerak. Xo'p, berilgan o'nli kasr foizda ifodalash uchun 0.58 bo'lsa, shuni 100 ga ko'paytirsak bo'lgani. Ya'ni 58% bo'ladi. 0.02 ni buni ham 100 ga ko'paytirsak, bizda 2% bo'ladi. Xo'p, 0.63 ni ko'paytirsak 100 ga 63% bo'ladi. 0.4 ni 100 ga ko'paytirsak bizda 40% chiqadi. Xo'p, 0.19 ni ko'paytirsak 100 ga 19% bo'ladi. Va bunisi 0.89 degani bu 100 ga ko'paytirsak 89 nima foizda bo'lar ekan. Xo'p, davom ettirsak, uchinchisi. Qisqarmas oddiy kasr ko'rinishida ifodalash kerak. Xo'p, demak, foizdan endi qismga o'tamiz. Bu degani 15% degani 15/100 degan. Xo'p, qisqartirsak 5 ga qisqartirsak tepada 3 ta qoladi, pastda 20 ta qoladi.
Demak, javobimiz 3 taqsim 20 ekan. Xo'p, 4%chi? 4 taqsim 100 degani, bularni 4 ga qisqartirsak, 1 taqsim 25 qoladi mana. Keyingisi 20 taqsim 100. Buni qisqartirsak 20 ga 1 taqsim 5 qoladi. 5%imiz 5 taqsim 100 bo'ladi. Buni qisqartirsak 5 ga 1 taqsim 20 qoladi. Xo'p, 36%imiz-chi? 36 ni bo'lsak 100 ga 4 ga qisqartirib olsak 9 taqsim 25 qoladi. Xo'p, 88 taqsim 100 bo'lsa, buni 4 ga qisqartirsak pastda 25 qoladi, tepada 22 qoladi. Xo'p, davomi 4-inchisi, demak, berilgan foizlarni o'nlik kasr ko'rinishida ifodalash kerak ekan. Demak, 3 ni bo'lsak 100 ga, mana bu 3 taqsim 100, ya'ni 0,03 bo'ladi. Bu 77 taqsim 100 bo'ladi. Bu degani 0,100 dan 77. Xo'p, 49 taqsim 100 bo'ladi. Bu 0,100 dan 49 va 90%imiz 90 taqsim 100 bo'ladi. Bu degani 0,10 dan 9 a. Xo'p, 5-inchisi. Berilgan foizlarni ko'rsatish uchun shaklning kerakli qismini bo'yang va foizni oddiy va o'nlik kasrlarda ifodalang deyapti. Xo'p, birinchi oddiy kasrda ifodalasak, 30% degani bizda 3 taqsim 10 degani. Xo'p, o'nlik kasrda 0,3 degani. Xo'p, endi foizda, demak 30% mana bu qismi bo'yalishi kerak mana. Qizilda bo'yab qo'yganman mana sizlar uchun mana. Demak, mana shuncha qismi bu tomonni nima qilish kerak? Bo'yalgan bo'lishi kerak. Xo'p, keyingisi B'sida 7% ekan. Bu degani oddiy kasrda 7 taqsim 100, o'nlik kasrda 0,100 dan 7. Endi 7% topadigan bo'lsak mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana shu nuqta bo'ladi mana. Va mana bu qismi nima qilgan bo'ladi? Bo'yalgan bo'lar ekan, a? Xo'p, endi har bir foizga teng oddiy kasrlarni o'nlik kasrlarni chiziqlar bilan tutashtiring deyapti. Xo'p, buni ozgina kichiktirib olaylik. Pastda yana bor ekan. Xo'p, tugadi. Demak, mana 25% degani mana bunga to'g'ri keladi mana. Bundoq tutashtirdim. 1 taqsim 4 degani. Endi o'nlik kasrida 0,25 degan. Demak, mana bundoq bunga tutashtiraman. Xo'p, keyingisi 40% degan. 40% degani mana bu 2 taqsim 5 degani va 40'imiz mana bu 0,10 dan 4 ga teng. Xo'p. Va ikkitasini qizilda belgiladim. Xo'p, keyingisini boshqacha rangda belgilay, mana. Ko'kda. Xo'p, 80% degani qismda mana bunga teng 4 taqsim 5 va 0,8 ga teng bo'ladi mana. Xo'p, keyingisiga yana bitta ko'kda qilaylik. Xo'p, 12%imiz mana bu 12 niki. 12 taqsim 100 bo'ladi. 4 ga qisqartirsak 3 taqsim necha bo'ladi? 25 bo'ladi. Demak, buniki mana bunga to'g'ri keladi. 3 taqsim 25 va bu eng tepaga 0,2 ga to'g'ri keladi. Xo'p, yaxshi, tepasi tayyor bo'ldi. Sekin pastlatamiz. Endi rangini yana o'zgartiraman. Xo'p, yashildan foydalanaylik, a. 10% degani 1 taqsim 10 degani mana. 1 taqsim 10 va 1 taqsim 10 degani o'nlik kasrda 0,10 dan 1 degani. Va endi 35%imizchi? 35%imiz 35 taqsim 100 degani va 5 ga qisqartirsak 7 taqsim 20 degani.
Demak, mana bu 7 taqsim 20 ga boradi. Endi 7 taqsim 20 degan 0.35 mana. Demak, nima qildik? Barchasini topib qo'ydik-a? Xo'p, va miqdorning foiziga o'tamiz. Xo'p, bu miqdorning foizi 72 gacha bo'lamiz. Demak, miqdori foizini to'xtatib turamiz. Birinchi avval mana shuni gruppaga tashlaymiz. Demak, 72-betni polniy yechimini qilib chiqdik-a.